Salom, Neko kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videoda juda ham qiziqarli bo'lgan top 5 ta animelardagi ikkinchi qahramonlarni ko'rib chiqamiz. Har bir animeda biz bir asosiy qahramonni kuzatamiz. U jang qiladi, ulg'ayadi, g'alaba qozonadi. Lekin har safar uning yonida kimdir jimgina u bilan birga o'sadi, unga yordam beradi, ba'zan qarshi chiqadi, ba'zan esa butun hikoyani o'zgartirib yuboradi. Ular ikkinchi qahramon deb ataladi. Lekin aslida ular bo'lmasa, butun boshli bir hikoya to'liq bo'lmay qolishi mumkin. Birinchi o'rin Sasuke Uchiha, Naruto animesi. Sasuke ko'pchilikning sevimli qahramoni. U yoshligidanoq barcha narsani yo'qotgan va umuman bu yigitcha uchun ko'p narsa qiziq emasdi. Uning asosiy niyati o'z akasi Itachi Uchihani yo'q qilish va Uchihalar sulolasini poklash edi. Yillar davomida Sasuke ulg'aydi. Anime boshida ham uni ikkinchi qahramon ekanligini bilib olsak bo'ladi. Nega aynan Sasuke ikkinchi qahramon? Biz uni o'rniga Sakura yoki Kakashini ham olishimiz mumkin edi-ku deysizmi? To'g'ri, lekin Kakashi ustoz edi. U hikoyada yo'l ko'rsatuvchi, yo'nalish beruvchi sifatida ta'riflangan edi. U Naruto va Sasukening hikoyasini boshqaradigan emas, kuzatadigan obraz. Sakura esa his-tuyg'ular orqali ularning o'rtasida turgan ko'prik xolos. Ammo Sasuke haqiqiy ikkinchi qahramon. Naruto kim bo'lsa, Sasuke uning qarama-qarshisi bo'lar edi. Sasuke va Naruto o'rtasidagi do'stlik ham mana shundan iborat. Ikkinchi o'rin Levi Ackerman. Levi insoniyatning eng kuchli jangchisi bo'lib, titanlarga qarshi turib, ularni yer tishlata oladigan kuchli jangchi edi. Ikkinchi qahramon bo'lsa-da, deyarli birinchi qahramonning o'rnini ham bosa olardi. Levi Ackermanlar qonidan bo'lgani sabab u tez taslim bo'lmas va juda ham kuchli edi. Va nega aynan Levi? Chunki Eren bu hikoyaning g'azabi bo'lsa, Levi uning vijdoni. Eren dunyoni o'zgartirishni xohlagan bo'lsa, Levi esa butun dunyoda tirik qolganlarni himoya qilishni xohlagan. U hikoyaning markazida bo'lmasa-da, lekin har safar paydo bo'lganda sahna butunlay o'zgaradi. Uning harakati, nigohi, hatto jimligi ham katta ma'noga to'la. Levi insoniyatning umidi. U hech qachon qahramon bo'lishni istamagan, lekin hamma uchun qahramonga aylangan. Uchinchi o'rin Ryomen Sukuna, jodugarlar jangi. Bilamizki, Jujutsu Kaisen animesidagi asosiy qahramon deb Itadori Yujini bilamiz, lekin ikkinchi qahramon esa uning o'zi, ya'ni Ryomen Sukuna. Nega aynan Sukuna? Chunki u hikoyaning eng qorong'u, eng vahshiy, lekin eng rostgo'y qahramoni. Yuji Itadori insoniylikni, rahmni, adolatni himoya qilsa, Sukuna esa shu narsalarning yo'qolishini istaydi. U o'zini yovuz deb biladi va bundan faxrlanadi. Shuning uchun ham anime tomoshabinlarga g'alati tarzda qiziq tuyuladi. Chunki Sukuna bu biz yashirib yurgan tomonimiz. G'azab, shafqatsizlik, kuchga bo'lgan ochlik, hammasi unda mujassam. To'rtinchi o'rin Zoro, One Piece. Zoro Luffy'ning yonidagi eng sodiq do'sti, lekin u hech qachon bosh qahramon bo'lishni xohlamagan yagona qahramon. U o'z yo'lida, o'z maqsadida qat'iy turdi va har safar qilich ko'targanda tomoshabin unga havas bilan qaraydi. Dunyodagi eng kuchli qilichboz bo'lish u Zoro uchun shunchaki orzu emas, u uning hayotining ma'nosi. Har bir jang, har bir jarohat va har bir qiyinchilik barchasi uni o'sha orzu sari olib borardi. Luffy ba'zan quvnoq, ba'zan jiddiy bo'lsa-da, Zoro esa har doim sokin va qat'iyatli. U hech qachon e'tiborni o'zi uchun talab qilmaydi, lekin uning kuchli va fidoyiligi har doim sahnani egallaydi. Zoro uchun sodiqlik shunchaki so'z emas. U o'z jamoasini, o'z do'stini himoya qilish uchun hatto o'limdan ham cho'chimasdan qabul qilishga tayyor edi. Shu sababli Zoro nafaqat ikkinchi qahramon, balki hikoyaning yuragi edi. Chunki u bizga shuni eslatdi. Haqiqiy kuch faqat kuch bilan emas, balki sodiqlik va maqsad bilan o'lchanadi. Va shuning uchun tomoshabinlar har safar Zoroni ko'rsa, uning qilich bilan kesilgan havo emas, balki qattiq iroda va vijdonni sezishadi. Shu iroda va sodiqlik uni asosiy bo'lmagan qahramonlardan ham balandroqqa ko'taradi. O'lim kundaligi El bu hikoyaning eng sirli va eng chuqur qahramoni. U hech qachon sahnaga chiqib g'alaba yoki shon-shuhrat izlamaydi. U faqat kuzatadi, tahlil qiladi va qaror qabul qiladi. Light Yagami dunyoni o'z adolati bilan o'zgartirmoqchi bo'lsa, El shunchaki bu dunyoni qanday ishlashini ko'rishni xohlardi. U insoniyatni oqlash yoki jazolash uchun emas, balki haqiqatni topish uchun kurashadi. Har bir qarash, har bir kichik imo-ishora El uchun qurol. Uning jimligi, yengil hazillari va g'alati odatlari bu faqat niqob. Aslida u har doim bir qadam oldinda, har doim fikrni keskin qilib yuritadi. Light va El o'rtasidagi o'yinning mohiyati shundaki, bu o'yin faqat aql bilan emas, balki inson ruhining chuqurligi bilan bog'liq. El bizga shuni ko'rsatdi. Ba'zan kuch, tezlik yoki qurol emas, fikr va strategiya hayotni o'zgartirishi mumkin. U ikkinchi qahramon.
Chunki hikoya Lightning nazarida ko'rsatiladi, lekin tomoshabin uchun L bu hikoyaning haqiqiy yuragi. U har bir qaror, har bir xato va har bir muvaffaqiyat orqali bizga insoniy tafakkur va axloqni ko'rsatdi. El bu nafaqat detektiv, nafaqat aql timsoli, balki bizning ichimizdagi savollarni uyg'otadigan obraz va har safar u ekranda yoki sahnada paydo bo'lsa, bizni o'ylashga majbur qiladi. Shu sababli El ikkinchi qahramon, lekin uning joyi hikoyaning markazidan ham yuqoriroq.